Bu kim shu hadisni aytsa, Alloh taolo kim sallallohu alayhi va sallam desa, payg'ambarga salovat, qanaqangi salovatni aytishdan qat'iy nazar, Alloh taolo unga 10 ta salovat aytadi, 10 marta uni eslaydi. 10 ta gunohini kechiradi va 10 darajasini baland qilib qo'yadi. Bu odamlarga bilinmaydi, lekin sizni darajangiz ko'tarilaveradi. Sizni gunohingiz kechirilaveradi. Sizni Alloh taolo eslaydi, sizga yaxshilik keladi. Bu darajani kim berdi? Bu darajani Alloh beryapti. Bu darajani Alloh bergan narsani banda tortib ola olmaydi, birodar. Aqidatut Tahoviyada bir gap bor. Imom Tahoviy o'zlarining Aqidatut Tahoviylarida keltirganlar. Butun dunyo, nafaqat bizni millat, butun dunyo 8 milliard xalq sizga zarar beraman desa, agar Alloh xohlamasa sizga zarar berishni, hech narsa bo'lmaydi sizga.